So part 3 ga keladigan bo'lsak, part 3 bizda eng katta ballni beradigan part hisoblanadi. Speakingda o'shuning uchun bunga yaxshilab tayyorlanamiz. Demak, 1 minut tayyorgarlik uchun beriladi. 2 minut gapirishingiz kerak. Part 2 bilan bir xil. Faqat bunda yondashuv jicha boshqacha bo'ladi. Sizda topik bor. Taskchinikiga o'xshagan aji-buji topiklar beradi. Writing topikiga o'xshagan. Bu osonrog'i ham. Advertisement, fast food should be banned. Qisqasi, fast food ads ban qilinishi kerak, yo'q qilib yuborilishi kerak, bunaqa reklamalar chiqmasligi kerak deyapti. Topik tashlandi, plyusi bo'ladi, shunaqa qilish kerak deb turib, 3 ta beradi, minusi bo'ladi, 3 ta bo'ladi. Bundan siz hammasini gapirib chiqa olmaysiz. Bu bir. O'shuning uchun ikkita o'zingiz gapirishni eplayman deganingizni gapiring. Okay? 2 minut vaqt yetmaydi bo'lmasa. Masalan, aytaylik, uchalasini emas, clear link between the regular consumption and obesity. Okay, men odamlar semirib ketyapti deb gapira olaman. Shuni olishim mumkin. Reklamalar shart emas, hamma yoqda bor. Okay, buni uzoqroq ta'riflab bera olmayman desam, yo'q, buni olmayman. Advertising should encourage people to keep fit, not ruin their health. Aha, fast food bizni healthimizga zarar, ular reklama qilib, как biznes qilyapti, odamlarni o'ylamayapti deya olmayman. Ikkitani tanlaysizda, ikkita tanlov, deylik, masalan, birinchi tarafda ikkita tanlov va qilishingiz kerak narsa paraphrasing. Juda ko'pchilik shuni qilmaydi. Shunda o'qib beradi. O'qib berish xato narsa, sizni bilmingizni ko'rmayapti-da o'qib bersangiz. Masalan, o'quvchilar 2 minut ichida qayta mana uni o'qib beradiganlar borda, o'qib berilmaydi sizga. Gapira olasizmi? Shu narsalarni o'zingiz tilingizdan qayta o'z fikrlaringizni qo'shib, ifodalab bera olasizmi? Shunga qarab turib, Sivonga yarasha bilimi bor deydi. Ana shuning uchun bunaqa qilamiz. Bu tarafida for many people fast food is more affordable choice. Aha, buni gapira olaman. Masalan, affordable, ya'ni cheap deyishi mumkin-da. Mana notes olayotganda, aytaylik, notes olamiz. Buni ham mana 1 minut ichida. Obesity deganda yana obesity emas, fat deyishi mumkin. Fat bo'lib ketyapti odamlar. O'sha fast foodni yeb, chunki uni ichida nimadir-nimadirlar bo'ladi. Keyin health deganda nima deyishimiz mumkin? Harmful. Mana. Okay, mana shu narsalarni olib olamanda men fast foodni ikkita minusini aytyapman. Well, because of consuming so much fast food, people are becoming fat and Amerikada bormidi? Amerikadagi odamlar burgerlar yeb turib semirib ketarmidi? O'shani ham example qilib ketsam bo'lganda. Ikkinchisida, and actually fast food is quite harmful to human health, but some big companies are not really caring about people at all, and what they do care about is money deyish mumkin, matter deyish mumkin-da. Ana, aylantirib, gapirib ketishimiz kerak. Aravani quruq olib qochish emas lekin. Endi affordable deganda bunga qanaqa qilib yozsam bo'ladi? Cheap deyishim mumkin. Mana bu yoqqa yozaveray. Bitta paper bo'ladi, cheap. Compared to fresh food products, buying fast food is quite cheaper for so many individuals. Odamlar uchun o'sha fresh food productsdan ko'ra bu arzonroqqa tushadi. Because if you want to prepare homemade meals, you have to buy everything like vegetables and yana nima olinadi? Ovqatga sabzavot olinadi, vegetables and all the other needed ingredients. Ana, hech qachon bitta sabzi olib kelmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa qilib chip bo'ladi. Agar uyda pishirmoqchi bo'lsa, odam har bitta masalliqni deydimi, o'sha narsani olib kelish kerak bo'ladi deb doim kengaytirib ketamiz. Biz bundagi narsalarga deyarli qaramaymiz. Men shunaqa qilaman. 1 minut ichida o'zimga notes qilib oldimmi, mana u narsaga voqea qaramayman-da, o'zimni notesimdan gapirib ketaman. O'shani men takrorlab qo'ymayman deb o'ylayman. So affordable ekanini oldik. Nowadays many fast food products have diet version and classic version. Dietadagilar uchun haligi ichida hech nimasi yo'q narsalar ham bor. Problema emas fast food. Biz unaqangi zarar keltirmayapti deb berish mumkin. Okay, buni gapira olgan gapiradi, lekin men gapira olmayman deylik, gapira olmayman. Fikr kelmaydi. Freedom of choice. Mana shuni aytdik. Everyone has right. Ana. Freedom bu tanlov erkinligimi? Xuddi shu narsa bo'lsa, hammani haq-huquqi bor. Xohlagan narsasini yeyishga, masalan, sigaretni ham hech qachon cheklab qo'ya olmaydi, to'g'rimi, odamlarga, butunlikka. Xuddi shunaqa ban qilish juda ham extreme holat bo'lib ketadi. Everyone has right to eat whatever they want to, and the country cannot ban fast food ads at all. Umuman unaqa cheklab qo'ya olmaydi country. Deganda, chunki demokratik jamiyatni nima deyapti? Key element hisoblanadi. Mana, paraphrasing eng muhimi. 1 minutingizda xuddi shu ishlarni qilib chiqishingiz kerak. Bo'ldi, men 4 ta narsa yozib olar ekanman. Yozib olgandan keyin shuni gapirib ketaveraman. Iloji boricha mana unga qaramang. Keyin hozir men sizga dumaloq qolib berdim. Nimada ololmaysiz, to'g'rimi? Nima edi? Kompyuterda bo'lsa dumaloq qola olmaysiz. Qayta o'qib chiqishingizga to'g'ri kelib qoladi. Shunaqalarni oldini olgan holda notesga qarab gapirsangiz zo'r bo'ladi. Endi sizga zo'r joyini ko'rsataman. Introni shuni gapirib chiqaman doim va studentlarimga ham shuni beraman. Bu shablondek tuyulishi mumkin, lekin siz bilgan shablonlarga o'xshamaydi. Keyin bu shablon ham emas-da.
zo'r berilgan, qarab turing. Well, that's quite a tricky topic. And I guess there are two sides to the coin when it comes to banning fast food advertisements. Ya'ni hop bu rosa ham tricky topic bo'lyapti va tangani ikkala tarafi bor deyapti. Ya'ni plusi ham bor, minusi ham bor. Fast food adlarni ban qilishga keladigan bo'lsak, ikki tarafi bor. Personally, shaxsan o'zim aytadigan bo'lsam, I can see where both arguments come from. Ya'ni hop men ko'rib turibman, ikkala tarafdagi argumentlar ham qayerdan kelayotganini. But if I had to take a stance, ya'ni bitta tarafni tanlashimga to'g'ri kelsa, I would lean slightly toward the idea that such ads should be restricted, not completely banned. Ya'ni hop qisqartirilsin, cheklansin, lekin yo'q qilinib bormasin. Shu tarafga sal men yon bosaman degandek bo'lyapti. Ko'pchilik nima deydi? Pastki tuyda gapirib qo'yadi, keyin qanaqa eshitdim hozir? Studentlarniki o'ta ham shablon tuyuldida menga. Some people say that degan, o'sha bilan boshlagan. Masalan, aytaylik, harakat qilib o'shalardaqa gapirishga. Some people say that advertisement fast food should be banned. Some people say it because there is a clear link between regular consumption and obesity, and we don't need to advise fast food because it's already everywhere. Shunaqa qilib ketib qoladi-da, u o'qib beryapti-da hamma narsani. Ana shunaqa bo'lib qoladi. Yoki ba'zida now I'm going to tell you about it and I will try to draw conclusion nimadirlar deyishvoradi-da. Ularni ham men o'sha essaylarda ko'rganman bitta ikkita joyda. Bat bo'lmaydi. Mana unda juda ham tabiiy chiqqan, keyin buni ham gapirishni bilgan gapiradi-da. Bo'lmasa boshqacha bo'ladi. Men shuni chotki qilib gapirib chiqqandim, to'g'risi ham rosa o'xshatganman-da. Wow, that's quite a tricky topic. Ya'ni tricky ekan bu topikingiz berganingiz deb turib gapirib ketganman. Bu natural chiqqan o'ta ham. Buni birov shablon ham demaydi, boshqa narsa ham demaydi. Keyin mana uni o'rniga o'zingizni любой temazni qo'ysangiz bo'ladi. Men o'zi shablonlarga doim qarshi bo'lganman, lekin mana shu joyi o'zimga yoqqani uchun buni ChatGPT bergan. Davay, mana shuni gapiraman deganman-da, chunki har doim har xil narsa qidirib yurolmayman Parse3ga. Meni fokusim mana o'rtalarida bo'ladi. Tepasiga har safar har xil narsa qo'ya olmayman. Ko'pincha men essayda yozadigan narsalarim xayolim kelib ketadi. To'g'ri, ular ham shablon emas, essaydagilar, lekin essaynikidek tuyulgani uchun o'zimga yoqmaydi. Shuning uchun mana shuni yoqtirib qolganman-da, mana shuni davay doim ishlataman deganman. Buni yodlab olmaganman, o'zi men bilaman. Qanaqa gapirishni, ikki tarafi bor, men mana unga qo'shilgan bo'lardim deyman, that's it. Yodlab gapirilmaydi bu, просто two sides to the coin degan narsa ishlatsam bo'lar ekan. Men speakingdaman. Keyin ikkala tarafni ham как u yo'q, mana bu taraf bo'lmaydi demayapti-da. Xo'p, ikkovini ham tushunmayapman, lekin men mana bu tarafga yon bosaman degan narsani beryapti. Okay? Shunaqa qilib turib, keyin mana buni gapirib bersangiz bo'ldi. Oh my god, meni zaryadka. O'chirib qolaman. What? Yeah, that's it. Intro bu. Ikki o'rtasida xuddi shunaqa gapirasiz. Odatda conclusionga menimcha ulgurmasangiz ham kerak. Bilmayman, men ulgurmadim yo ko'p gapiramanmi, men conclusion bermadim lekin. Shunaqa qilib gapirib chiqyapman.